Aka-uka opa-singillar, men o'zim ham hozir kirib qoldim, bilmadim. Zalga chiqdim, men hozir ustoz taqdirlayotgan ekan. Men qoyil qoldim. Do'stlikdan shuncha chempion chiqyapti ekan. Qo'llab-quvvatlab, like, komment yozinglar. Yani yana bor ekan. O'zbekiston chempioni. Do'stlikdanmi? Do'stlikdan. Hokim olimpiadasini yaqqol chempioni Sharqonda o'tkazilgan. Undan tashqari boks bo'yicha ham xalqaro musobaqalar sovrindori Ismoilova Mushtariy. Ikkinchi o'rin. Muay Thai bo'yicha tuman ochig'i. Ikkinchi o'rin. Sporting Muay Thai turi bo'yicha 2015-2016 yilda tug'ilgan bolalar va o'smirlar o'rtasida tuman chempionatida birinchi o'rinni egalladi. Mo'ydinov Sanjarbek. Qomadali birinchi o'rin. Haydarov Eldorbek. Ikromjon Islombek. Abdulazizov Zilyobek. Odilbek Nazarbek. Muhammad Abdulvasi. Abdumalik Temurmalik. Mana Temurmalik ham o'rin olibdi mana. Mahkamov Boburjon. Qo'shnimiz. Bizni eng yosh sportchimiz Ravshanov Ibrohimjon. Kattalar bilan o'ynaydi, malades. Necha yosh shu bola? 7 yosh. 7 yosh. Malades. Gulomov Behruz. Ahmadbekov Boburjon. Shu saltani bitta повтор qilib bering. Kameraga chiqmay qoldi. Hozirgi holat. Qoyil. Siz aytgan bunaqa bosinglar, ha? Eng chiroyli bo'y ko'rsatgan, eng yaxshi nima deydi, qatnashgan Mo'ydinova Sarvinoz. Malades. Madaminov Muhammad Vohid. O'zi butun zalga yarmi bor medal olib ketdi-da, ha? Hammasi shu do'stlik bolalarimi? Aka-uka opa-singillar, men o'zim ham hozir kirib qoldim, bilmadim. Zalga chiqdim, men hozir ustoz taqdirlayotgan ekan. Men qoyil qoldim. Do'stlikdan shuncha chempion chiqyapti ekan. Qo'llab-quvvatlab, like, komment yozinglar. Aytganim meni eng qachon qizim qolib ketdi-ku. Yani yana bor ekan. Nastoyashniy chempion. 4 karra O'zbekiston chempioni. Do'stlikdanmi? Do'stlikdan. Hokim olimpiadasini yaqqol chempioni Sharqonda o'tkazilgan. Undan tashqari boks bo'yicha ham xalqaro musobaqalar sovrindori Ismoilova Mushtariy. Malades, seni tabriklaymiz. Aka-uka opa-singillar, ulug'larimizda mana shunaqa farzandlar borligida men xursandman. Sizlar ham xursand bo'lsanglar, albatta izohlarda nimadir deb yozib qoldiringlar. Bas kuzatishda davom etinglar. Yangilik bo'lsa qo'yaman. Sog' bo'lasizlar.